Hurmatli tug'anlar, o'sha datka Sharqali hukumatına qarashli birinchi kvartalda ikkita janasha chek sotiladi. Ikki janasha bir jag'i 40, bir jag'i 60. 40 ga 60 bo'ladi. Bunaga. Mana bir joyga. Mana. Dokumentlari joyida qizil kitoblari qilingan. Bunaga. Esida o'tiradi. Mana. Qirqqa 30 bo'ladi, ha? 40 ga 30 ova. Men 60 deyapman. 40 ga 30. Mana ikkita chek tegiz yer surdirib elakdan qo'ysa bo'ladi. Mana qizil kitoblari qilingan. Mana bir burchaga, ikkinchi burchaga men yoqda hozir ko'rsatam qozig'ini. Uni arxitektorlar kelib belgilab ketdi. 30 ga 40 kvadrat cho'ng uy bo'ladi. Ikki chek olaman desangiz, kvadrat cho'ng uy bo'ladi. Mana bir burchaga hozir qog'ilgan. Xolasizlar birdan olasizlar. Bunaqa. Tegiz yer. Tegiz onda qoptal emas. Sel jo'rayotgan yer emas. Mana bir qoziq. Mana bu yog'i 40 metr bo'ladi. Mana bir chek. Bunaqa. Bunaqa. Qizil kitoblar qilingan. Yo'lga yaqin, mana shahar ko'rinib turadi. Qizil kitob qilingan, yesini o'zlarining atında sotib olaman degan odamga sraz oformleniya qilib beradi. Mana bir burchaga. Bu burchaga najotda mana 40 ga 30 bo'ladi ekan. Qashti kvadrat bo'ladi, cho'ng uychisi bo'ladi. Qolovchilar birdan olsa da bo'ladi. Uni janasha ikkovi chekdi bir ola olmayman desa, birdan olsa da bo'ladi. Mana tuz yer. Yo'lga yaqin, mana tuz yer. Qishir-mishir yer emas, qoptal emas. Mana shahar ko'rinib turadi, shaharga o'ta yaqin. Bu chekdagi bahosi 750 ming so'mdan har biri 1,5 million bo'ladi. Ikkovi tushirib beradi, olam deganga qiyla tushirib beradi. Daha qaytarib aytaman, 1,5 million so'm deyotadi, biroq tushirib beradi. Mana belgiladik. Mana yer. Birdan olsanglar da bo'ladi. Janasha olsanglar da bo'ladi. Janasha chek izlaganlar uchun shu chekni sunishda sotib olaman degan tug'anlar bo'lsa, mana tegiz yer. Ikkovi 1,5 million, biroq qiyla tushirib beradi, suylashamiz. Har aytganiga